Sizin sabır. Sabır kılın. Geçer. Kechki qoldim. Kechirim dadamdan so'ra. 40 yil o'zgarib kelsang cho'kashki. Aeroplan vaqtida tushmagan tursa. Qantim bo'lsa ham uchib keldi qanqa. Tüg emas bahonalar. Dadamning yuzini mi ko'rmading? Yuzini mi? Tinchlikmi qildim, yaxshimi? Tinchlikmi? Sabr qilinglar, fikr qilinglar. Rahmat. Men sizning xelchiguladanglar. Balkim unutib qolgan bo'lishinglar mumkin, chunki u vaqtlarda sizlar bek kichikdinglar fikam. Dadangning o'limidan bek afsuslandim, Subat. Sening chiroyingga qarasamlar, dadangning chiroyini ko'rgandeklam bo'lma jenim fikam bek afsuslandim. Meni xelchigulada degan. Men sening xelchiguladang, meni ada degan jenim fikam. Men sening xelchiguladang, men sizlarni opash qilib cho'ng qilgan. Meni qo'yib o'ting day. İsmingiz nima? Xelchigul. Xelchigulada desanglar bo'ldi. Sening naqshlaringni bek yaxshi ko'rma. Sening qo'lliq uchun, sabiq qo'lliq uchun men sen madadkor. Sening hadangman. Meni hargiz unutib qolma. Men sening xelchiguladang. Jimo hargiz unutib qolma. Bu adımızda deb isim gelamidimi? Seni kichikimdan bekib cho'ng qo'yading, unda yaqinmi? Bırak balam, qalarak ahvalim. Dada, nayet yaxşı adamda tuyuqsiz ketib qilib, hammaylarning ko'nglimiz bek yerim bo'ldi. Jillaka. Dadang nayet siha adamda. Bilaman. O sizni bek azizlaydi. Ha, dadang menga bek amroqda balam. Akıf kishganlar. Yarışib qilinglar. Nima ish qilyapsiz tag'a? Dadanglar hayat vaqtida ikkinlarning bu ishidan ko'ngli bek yerim bo'lgan balam. Aka, siz nimalarni da'vatsiz? Bunda desangiz boshqalar xato tushunib qolmayman. Boshqalar nima desa da'vasin. Sizlar degan urutgan emasmi balam? Bo'ldi qiling tag'a. Uning ustiga bizmi mana bir yerda turmamdi. İş qilib dadanglarning ketib qolgani bek afsuslanarli ish bo'ldi balarim. Dadanglar sizlarning bu holinglarni ko'rgan bo'lsa, armonsiz ketgan bo'ladi balarim. Rahmat aka. Sevri qilinglar balam. Sevri qilinglar. Bu tag'imizchi seni bekib cho'ng qilgan bir tag'imiz o'xshamamda. Bu dadamning yaxshi birodardi. Sen doim kelib shumgankin tonimaysan-da shu. Ha, debasda ekansa. Sen bir xuddi o'zing kunni bir yo'qlayotgandek. Kırtanlar bombaydı. Akınlar mağsal basanlar bu. Dadamızın qaza qiladigan xabar topda sayr qilishni umid qilamiz. Shunda aqrsa dadamızın ahvoli necha kun burun yaxshi emaskan turishni so'zlab beramiz. Boshqalarning deyishicha dadamız bilan bo'lgan munosabatimiz yaxshi emaskan tushunaqmi? Kechiringlar. Ben bu savollarga javob beraman. So'zlab berasiz. So'zlab berasiz.
Bu suratni tatgan kunlar esingdimi? Esimde. Bu to'y bizning ko'ngli malda o'tkazilgan to'y deymi? Bu to'y pek qizigan diye bo'lmasa. Shunda yigit tarafninki mehmonlari sahnaga chiqib olib, xeyli vaqtgacha sahnadan tushqilmay o'ynab ketgan. Qiz tarafning tuqqanlarining ochig'i kelib, chuqurishib ketgandi. Muxbirlar tek ketmedi. Agar men muxbir bo'lgan bo'lsam shunday qilardim. Nam atqi chiqqan ikki og'i ina ap o'tmasa, bu dadasi tugab ketgan shunday kunlarda. Buningdan cho'ng xabar bormi? Ben keçip kaldım mıklıyorum. Ve sırt muhbirler yapıp gitti o karkuşlar dedik. Vallahi ben aşkına sizden taşınızı beklemerak. Aka anı resimci söz bana. Bana hazırlık tügeydi. Ben sizlerge müvake geldim. He. Vay. Ben meyveden jüp toğrat taksiye git. Sen açık ya. Nima da açık gap qilsa shu savol bo'lmadimi açık? Sağ ol, rahmat. Dadamlar hayat vaxtida vallahi qo'yib bergin deb bezat qoldirgan. Buni billanglayli. Bu küçük bola kim oldu? Bu şu qo'shnimizning balası. Sen pat gapni olgan tonimaysan-da bu balani. Sen doim mush bola bilan birga o'ynaydi ekansan, ha? Ha, boldum balam. Avaz qilish konopkisini besib etkin. Ha, bo'ldi. Endi chiqib o'yna. Mon qarangli sol tekle. Sizlar bu sinalg'ini ko'rayotgan vaqtinglarda men allaqachon merhum onanglarning qishib ketgan bo'laman. Apanglar o'lib ketgan vaqtida biringlar 6 yosh, biringlar 4 yoshdalar. Men sizlarga hem dada, hem ona oldum. Ama ben üzerine layakatli dada diyemeyim. Ben bir kısım hatalıklarını ötkazdım. Şunun bilen sizlerin nezrinlardaki eski dada aylanıp kaldım. Dadanlarning sizlarga bo'lgan mehri kichik vatanlar sizlarning qurgan o'xshashli cheksiz. Ben bu hayatımda birli işini kıldım. O bosmu müzik çeliş, nakşa etiş. Bu cereyanda sizlerimi terbiyelep çıktım. Sizler müzik sayesinde muvaffakiyet geliştiğinler. Ben bir toy nakşçısı. Bu ömrümde ben mal dünya almadım. Şundaqtımı sizlerge kaldırdıgan iki nersem var. Dadam bizga nimani bilib turganda? Ya bu uyni yoki bo'lmasa bobomda qolgan eski mashinani bilib turgan o'xshamamdi. Xo'sh, endi mush uydan boshlaydi. Bu uyda apanglarning bizning şehrin aslimimiz var. Bu uyning bulung pishqoqlarigacha hamma yerida bizning aslimimiz var. Sizlar musha tug'ilib cho'ng'igan. Bu uyning muhabbati chunqur. Aslında bu oyunu sizler kaldıraydı gen. Bırak. Setip ettim. Ha? Nimdeydi o? Uyunu setip ettim deydi o. Doğru. 3 yıl avval setip ettim. Bu oyunu kimge sattı ya? Man sattı. Nihayet obdan bahatmen setip aldım. Yani benim sizlerge deydiğen 2 kız gepim var. Avval puldun geleyli. Aldınlar doğan bu adamga uy ijarası için kazıp kaldım. Sizi öğür görmeyi tölü bitinler. Bu 40 mıqa pul nuriyasınız buldu. Pulun sani kağıt yazıp koydum.
Bu pulni men nimda ben o'z ustimga olaman? Balaning kichigi uyning varisi emasmi? Subatning bu sadaqati uchun yangratqi bilan mikrofonni bununla miras qoldirma. Yangratqu ana. Murat sana denizişim bilan saitimni miras qoldirma. Endi navbat mashinaga keldi. Mashinam o uyga o'xshash jiq asmlarga to'lgan. Buni bilamiz. Har qatim to'y oxirlashganda biz aşı mashinninki kelishini saqlaydik. Men ba'zida to'ydan uyga qaytganda kechigi qilatdim. Mana bir er bo'lib süpütüm bilan ba'zi bir ishlarga qattiq chek qo'yolmadim. Apanglar o'lib ketgan vaqtida men tek yaşadım. Davamlı boytaq o'tib bo'lmaydi-da. Doktor bana 2-3 haftalık ömrün kaldı deydi. Şundaqtım yanımı davalavatdı. Şundaqtım o maşinni Muratqa. Aşk işini Subatqa Murat kaldırdım. Bu qanda vasiyat oldu endi bu? Niməsilə meningdən kütülməyən bir xoşallıqqa erişməkçi bolğanmıdыңlar? Şundaqmı? Sizlər mening bilan bir dasxanda oturub tamaq yemegili qancha uzun bo'ldi? O'sha masalada o'zinglar bir o'ylab baqanlar baldırım. Resmi ish ustida paranglashaylik baldırım. Mening sizlardan yana bir o'tinishim bor. Men saq vaqtimda deyishib qo'ygan bir to'y bor. Buni qaytarib yetishga ko'nglim unimidi. Dadanglarning o'rnida bu va'dani amalga oshiringlar. Agar shu vaqtlarda hayot bo'lgan bo'lsam, birli berib so'rindan o't chiqarib o'tatdik. To'y o'tkazgan o'rinning adresini, vaqtini o'ltirgan akanlardan so'rasanglar, sizlarga deb berdim. Shundaq, adresi menda bor. Men bilaman. Dadanglar bo'lish süpütüm bilan sizlardan o'tinadigan eng oxirgi o'tinishim. Vasiyatimning davomini anglamoqchi bo'lsanglar, shu yerga beringlar bolalar. Bo'ldi. Vasiyatning qog'ini qog'oz yuzga yozilgan. Men sizlarga keyin yetkazib beraman. Fiklarim, dadangning vasiyatini angladinglar. To'yning vaqti ham o'rni qo'shtan yozilgan. To'y bo'lgan o'rin faqatdan keyin men vasiyatning ikkinchisini sizlarga yetkazib beray. To'ydirsa. Endi qanday qilamiz? Bu to'y o'sha haftaning oxirgi. Bu to'yning hech kallamda o'tmaydi. Bormay desam texi. Sen qanday qilsa? Mening bu sen bilan qat'iy bir naqshitqim yo'q. Kim sen bilan bir to'yga borsa ekan? Mening o'sha haftaning oxirida cho'ng naqshchiligim bor. Bu mening umrlik istiqbolim bo'daqshidi. Dada, sen nimani ko'z tutib ikkimizni birga naqshitdinglar degansa? Sen mendek bir dangliq naqsh bilan naqsh aytayotganingda xo'sh bo'lsang bo'ldi. Men sen dangliq naqshchi deb qaramayman. Naqshlaringni anglamayman. Kim sening naqshingni anglaydi-ki? Bo'ldi, tishimni tegma, ha? Ishqilib mening bu to'yga boradigan vaqtim yo'q. Ay, men beka qamidi. Xo'sh, unda qolsa men ketdim.
Sen hiç bakaslar var. Biz bu yerliklarni g'ash tukatmasak, bu muqaddam bo'lsa muxbirlar qat'iy ketmagan. Bo'lmasa, men aytaymi? Said aytalamsan. Voy Said deb qanday Sen pastga tushib, men ergashtirib kelgan chivillaring ikki yig'iz gap qilmasang, bular bu yerdan ketmaydi bugan. Men nima tush kerakman? Tushsang o'zing tush. Ergashtirib kelgan o'zing gap qilmamsa. Bo'ldi qil. Dedik xabarning bosh biti seni saqlab turdi. Men aldirmayman. Ular qachon ketkish shu chaqis saqlayman. Tushsang o'zing tush. Men aldirmayman. Aldirashma ishim yo'q. Men etigengi saqlayman. Men mushada aram elib, o'g'illik saqlayman. Men mo'jiramda aram elib saqlayman. Tomoqda yapıldı. Rahmat. Tomoqda yapıldı. Kosmos açqanda siz uchun ataydan belirtdim. Sizga Rahmat. Rapat chiqibsiz. Zımla düşan. 对象。 Düşan deb ketken onda sen taylıqdan ha buranda. Nima deganda? 国语助手deb cho'qira. Telefoningda bir app bor. Ashni tushirib, mashq qilsam, İsmi nima? 国语助手. Ashni tusharsam, menikidek to'g'ri bo'ldi. Ama shuma? Mush bo'yicha mashq qilsam, menikidek to'g'ri bo'ldi. Ay can, sen taylıqdan ha buranda sen düşandan. Senikidan yaxshiroq. Bo'ldi. Men 100% jazmlashtirmanki, ikkimiz bu to'yda hamkorlashib naqsh etsak, qat'iy yaxshi etolmaymiz. Uning ustiga bu bir ahamiyatsiz ish qo'yildi. Mush qitimliq ishni qilib etsamla, sen bilan ikkinchi biri ekanmayman. Mening bu ishni faqat keyingi surgim yo'q. Unda chaqaroq tayyorlig'ini qil. Pastki muxbirlarni qanday qilamiz? Onunla mening bir amalim bor. Sen dangli qo'ygandan keyin, mashkeylarning bir sening siyoqing kirvilib, oningdan keyin bular asta mashin bilan bu yerdan arildi. Biz u yoqdan shayb berib, bu yoqdan qochimiz. Sen dangli qo'ygandan keyin. Hey, başını merdeyme.
Dadam bu mashinani manga miras qildi o'g'a. Ochqoch, kimdi bo'lsa shu aydaydi. Nega deyapsan? Voy bordiga yeydavatma. Meni boshqamay o'zingni bilan. Biz eng yaxshisi baldir o'zimizning yo'lga mangsak bo'ladi. Men shunday. Tezroq yo'lda mangsak bo'lmamdi deyman. Voy bu yo'ldan mansaqma o'xshash bor emas. Uningsiz bu yo'l chiroyli. Sen bir ko'zingni yumib, puxlasang olmamda. Men baldiroq berishni o'ylayapman shu. Ko'zingni yumsaqmi mayli, og'zing olsin birlab yurma. Keldikmi? Ha, keldik. Voy dek talay yo'l var dek. Qoldik. Yaxshimisiz? Qo'g'dashtirgan keldi. Yaxshimisiz? Qalam yo'q. Qalam baba. Mana imzongizni qo'yib bersangiz. Qog'oz yo'qmi? Qog'oz yo'q. Qo'lingizdan o'ravering. Ish qilsa yo'q hech bo'lmaydi. Hozir tezlik. Tizgin. Aldirmanglar. Rasm cho'laylik. Rasm cho'laylikmi? Bo'ldi, bo'ldi. Bir, ikki. Üç. Yana biri. Bir, ikki. Üç. Rahmat. Ma'qul. So'rab baksam qayoqqa mangdingiz? Biz janub tarafga mangdik. Basa ko'rishamiz. Bo'ldi. Ma'qul, xo'sh. Xo'sh. Savodoshlaring kimda? Desh, nim bulding? Ishnim bo'lmadi. Yaxshi bo'pti. Sening naqshlarni anlagandim. Pek yaxshi emas-ku naqshlar. Vashillovza. Ajoyib. Hey, men naqshamni angla dedim-mi? Yaxshi bo'pti. Bir muzika tirtim boshqarib bo'lmay. Cho'lib ketdinglar. Hey. O mening ishimmi? Yaxshi bo'pti. Ha? Yaxshi bo'ptimi? Yaxshi bo'pti. Yaxshi bo'ptimi? Adash bo'ldi mana. Bu yo'g'onchi bo'lib ketdim. Tozlarımki senikidek yanısı yok ki. Sendek dağınlık olmagan ki. Devlet Ortak Tili Yardımcısı Şinjan Alfabet Uçur Texniki Mülazimeti Şirketining bayrak astırki Android app işletkichilarni ko'p xil ko'rinishdagi til, yoziq tarjimasi, OCR farqlantirish mulozimati, davlat tilini o'rganish, so'zlik mulozimati bilan ta'minlaydi. Detalimizni davlat tilida Ro'yu Show deb izlash orqali har qaysi Android app va Olma app sutlaridan tushira olasiz. Shundaqla yana öntidor kichik programmasi mening naqshlarim bek moda bo'lyapti. Anglab baqa. Bu kon naqshlarni uchun mana olsam bo'lmamdi. Ay şu kon naqshlar titiydi.
Ezi değil. Oldu kadar dedim sana. Oy, bana ağlığı sen bana. Oldu ya. Oy, bana ağlı değil. Bana. Oradan buldu mu? Belem oldu. Hı? Şunda peyzi müzik yapalım. Şunda yakşı uzunmadı. Buxardan chiqding mı? Ha, şunda rahatlayıp ketdim. Bo'ldi. Biz vaqo kichik boldek uni buni deyish bo'tdamay, ma to'yga chaqqaroq bardigandan ishni qildi. Chaqqan bo'lsak, mashq qilamiz qara. Uniki obayni qarsam, oy naqsham, ma naqsham deb bek naqshning gapini to'liqib ketib borsa. Ayshada naqshni salli ida bo'ldi. Saytmamsa? Yo'q. Bo'ldi. Men shu dadamdan qolgan densizchini chalay. Hey, biz burunqida qilmamdoq. Dadam shunda deydi-ku. Ha? Sen unutib qolgan o'xshaysan. Meningcha naqsh etish bilan qat'iy xo'sham yo'q. Bo'ldi. Men sahnaga mas'ul bo'lay, uskunlarga mas'ul bo'lay. Sen chiqib naqshangni et. Hamma ishlar burunqidek bo'lsin. Hamma ishlar burunqidek bo'lsin. Yeni çıkır yolgu mağdınğı. Men cho'ng yo'lga o'sh. Hamma adam mağdığa yedim maqsaqlım buldu. Voy, men shu hamma odam mang'ilga yo'ldan mansam shular o'xshab qolmamda. Aşlar o'xshalg'a bo'lsang yaxshi bo'ldi. Nima dedi? Obdan bo'ldi mu? Mushuk patanga biroq, mashina katanga deb. Vay adaş. Bilmedim. Maşinam tuyuqsuz to'xtab qoldi. Biroq qaşil chiqdimi ki? Sizlar meni saqlamay meni evringlar bo'ldi. Ha, yo'lda biror mashina chiqib qolarmiki jumo? Faqat amal bo'lmay qolsa anangnikiga sizlarga telefon qilay. Meni evringlar. Ha, ma'qul, xo'sh. Yaxshimisiz? Yaxshimsizlar? Nima ish bo'ldi? Mashinam tuyuqsiz to'xtab qoldi, men bilmadim. Biroq qaşil chiqdimki. Siz iliqi Shundaq. Biz yo'l bo'yi kim yordamga muhtoj bo'lsa, shuning yordam qildigan shafaatchi jigun. Ansuma qarab baqayma. siz o'ngsha olasizmi? Men kichikimni tortib mashinamdan jiqaplashgan. Ancha-muncha bilma. Mashina chiqa. Xuddi bir cho'ng remontchilardek ish qilib urib ketdi. O'taldira. Bu yerda masala yo'q-ku. Nimalarni qilib ketganda xuddi remont qila oladigandak. Abdul baka bo'lmasa. Sevish menga qildi. Men hozir bilinmay qoldim.
Qarağını maşinada remontxonaga apalsak bo'lgan o'xshaydi. Çünki bizim kichkimizdan tatib remontxonani cho'ngan ekan, ancha bilib ketmaymiz-da. Ma'qul. Mashinada arqon bormi? Keyinda bormi-ki? Keyinda. İçilmadi da. Ha? To'xtamayin bir bosay. Amchu. Yo'q, yana içilmedi. İçilmedi. Biz birlikte sanaq sanaylı. Ha. 1 2 3 Yana içilmedi. Yana içilmedi. Biz ta'tir sanayli. Ta'tir sanamdı? Ha. 3 2 1 Açık şunakla. Sen kendini tutmay tura. Rahmat. Al bunu. Aşın qo'la. Maşını açık kısmına bırakın. Sizin başınız bəydi. Silah aşkınla bu maşını bana. Maşının avayla peydi. Azı toplasan bulandı. Buldu. Havayla beni! Ustam. He ustam. Ustam. Ahırkı biket geldi. He. Bir haftadan keyin kelinglar. Ma mashinani bir ko'rib bersangiz bo'pti-ki. Ma'qul. Bir qarab boqay, ya. Ha, oldin ichinglar. Nima bo'ldi? Buning shu katalizatordan nasil chiqqandek turdi. Baba bo'ladigan odam, nima qilsizlar buni remontxonaga olib qo'yma. Qiz. Ha, bir o'taldirib yiqinglarmi, ovozni olib boqay. Ha, bo'ldi. Ha? Nima? Hey! Ha? O'chiri. Qopima. Vay. Kesimi bo'lgansiz? Ishdan bo'lmagandek turyotamda. Yey. Bir yeringiz yaralanmagan-da, ha? Bu bo'ldi desam nimda may dassavrsiz deyman. Men ichida o'tirib nimdegingizni qat'iy aniq anglayolmadim. Qarab turib bir o'mda mashina buzib yotdingiz mana. Dassavrib Mayklaba yerilib ketdim da shulan kisamda. Bugun kechgacha o'ngishlarmi? Bugun kechgacha qanday o'ngishildi? Hep o'lkunki kelinglarmi bunga? Ha? Ya adaş, maşin bitdimi? Qaysi? Ha, adaş bir hep 10 kun dikkin kagina.
Bu qanday gap bo'lib ketdi adash? Elimi 2 yarim oy bo'lib ketdi adash. Bu ustam har qanday mashinani remont qilsa, hafta 10 kun ketadigan o'xshamamdi. Ey, manda daydigan gaping bo'lsa, bu kelajil ala bo'ldi mashinangni. Chaq qo'ydi adash, chaq qo'ydi adash. Manda demamsiz. Qayta bo'ldi adash. Men yasab qo'yay. Baldiroq bu adash yasab qo'yasizlar. Bo'ldi. Ma'qul. Qanday qilsizlar? Qo'yib qo'yinglar. Men hafta 10 kungacha yasab qo'yay. Bo'lmasa so'rab aktinglar. Qanday? Na, hafta 10 kundan kep akitaylik. Voy, mashina haydash qustunmagan bilan hisobot qustgansiz-a? Bayadaş. Ben nədilikimni özümü bilmeymen. Şu işqisi yok, yolda azıraq avarçılıq uçurğan ənsirmənlər. Sizler meni evranlar. Çünkü özüm yetiş olay. Maqul, xoş. Dosturum məndə ənsirəb kitibdi. Rəhmət sizlərə. Meni yolga taşlab qoymay evağın olağa. Sus. Rəhmət. Siz nəyə manğandınız? Sən nə yuvarsın? Biz ümidiyiz qımandıq. Ha, mən maşaya vardım, yolumuz birgə. Çıkınlar sayatga baramızlar yak oyun qo'yib. Shundaroq bir ishlar. Çıkınlarni ekrandalam ko'ratdim. Anlasam munosabatlarni toza yaxshi emas deydi. Lekin men qarasam unda emas ekan. Yo'q, anlig'ingiz xato emas. Ama buzuk koysa? Buzukken bu. O radyonun ücreti? Evet. Ben nakış koyup bulmuşsan? Plastik olmuşsa? Depterning astida bir lentibadek qilib turdi. Gap qilmaysizlarga sol tekla. Safaringlar o'ngishib ketib boramdi. Agar bu gapimni anglayotgan bo'lsanglar, demak sizlar mening mashinamda yana kelib vasiyatim bo'yicha to'yga manganda qilsizlar. Siz to'yga boramsizlar? Chiqinglar hozir qandayroq? Hali chiqib qoldinglarmi? Ha, herhalde buldu. Sizlarning mijozingizda bak o'sal bo'ldirim. Javob bermak shuncha tasma. Men qishinglarda yo'q. Endi bo'lsinmi gapimni anglanglar. Bilotamsizlar. O'zinglarni tutib olib, gapimni yaxshi anglanglar. Mashinaning orqa sandig'ining ostida bir parcha xat bor. Sizlar xatni to'y murosimiga borgandan keyin o'sha yerdagi ayolga topshirib beringlar. Qanday bo'lamdi? Ondan mashinaning keyin sandig'i buzilib qolgan. O'ngshab qo'yasizlar. Ma'qul, xo'sh bolalarım hamsa. Dadam bir muncha vaqtni isrof qilib atayam bu lentini un qapti-da. Nima yotsiz? Cho'ng ustamning gangomi ekansiz. Purtib qo'saq najab ochudingiz ha. Yapaqamsiz. Mayli. Ha? Sonsi. Kechadnika. Hozirlab chiqqandaqlar uyda yotgan ha.
Hemen sana başlarını tartıyor ya. Yazan. 1, 2, 3, 4, 5. Bir dakika. Sana şimdi sen bir olasın. 1, 2, 1. Son iki dolar bir dakika. Ulağı dep koy, gel ağırıp kapta öder. Neme desang da? Qandaq bağın tapsang tap. İş qilib men hafta oxirigacha bora olmayman. Baqil, xo'sh. Güzel kız uykuya gitti. Qanda deysa? Normal ahvolda u meni qovilish kerak-ku. Demakchi bo'g'inim, odatda shundoq bo'ladi-ku. Hozir unda bo'lmayotdi. Ha. Men bu qizni yoqtirmadim. Lekin bu qiz seni bekroq yoqtirib qolgandek turdi. Og'zini yum, u anglab qoladi. Anlamaydi xotirjam bilan. Ha? Jiddiylashma. Men ishqillarga yordam qilaman. Qanda? Mashinangni haydashni bila, achchig'imni keltirmaydi. Ey, to'y ustiga to'y o'ynamdiq dexe. Bo'ldi, mashinangni hayda dedim. Ha, ma'qul. Mashina haydadim-ku. Mana, qara, mana. Ko'rdingmi? Nay. Mashinangni yaxshi hayda. Achchig'imni keltirma. Ha? Baqirma. Vaqasan o qiz uyg'onib ketdi. Ha? Ey, men sana yordam qilay deyapman. Degina. Sen o qizchaqni yaxshi ko'ramsan? Ha? Yaxshi ko'rsang, udul berib uningga de. Ancha-muncha harakat qil. Shunda deb turli. Demak, ish bityapti. Yo'q. Ya bu ish bitdi. Ha? Sen nimlarni deb bildirlayapsan? Bir ko'rib ko'nglimda qaldingiz. Bir ko'rib jonimni oldingiz. Hayyor tabassum ilkida qiyomatda tugumas savdolarga qo'ydingiz. O'zingiz gulzorning gulimi ayya ve ya ki çöllenin gürmü. Ya acı-acı ünlü kızın aksigende. Kim bizdeki kasamazdı mı? Teşkiller sen tutup seni. Bu nakşanın devam edende. Ha? Şundaq bo'lsin bo'pti. Demak, sen bu qizchani yaxshi ko'rib qolding. Dada, mashinga o'tdi. Kaskemimni qo'zam o'tirib va qo'rqmay. Dada, mashina sürüştü o'tdi. Voy. Ya aldın kara aldın da. Ya tormuz. Ya tormuz. Kara kığa işin ne? Kandara. Uy. Bilim bombada. Asta. Kandara Afka. Bilim bombada. Bilim bombada. Nigmet sakam, senin nereden? Kulum süntketke okşaydı ka. Kulum bek ağrıp gitti oturup. Kulum
Kulun sunup ketse sakın. Değilsin kim çaldı bu? Ulan bek ağrıp gidiyor aka. Ey! At dutta temir kandara. Oy aka oy, bu cinimizde kadar dutta temir nege kusursan o. Oy can. Kozam, sen kandara. Yaxşı mı? Sen bana şeyse, ben darıgansın ha? Hey! Neymiş bu? Ha? Hey! Hey! Maşını mı saydım da? Ha? Ya bunu ürütep aykayak ötmesi bitti. Ha? Bek kechiring aka, biz qasddan qilmadik. Sizmi tuyuqsizda paydo bo'lib qoldingiz bu yerda. Shu tormoz tutmayli. Hey! Nima kechiring? Ha? Nima kechiring? Nima kechiring? Voy bu bir tasaddibilik-ku. Maqdayma. Nima qilma tasaddi. Qilmayman. Hey, qanday qilmaymiz? Ha? Voy qanday qilatdik? Ha? To'lab bersakli bo'ldi-ku. O'sha qiziq-ku. Nima to'laysa? Ha? Nima to'laysa? To'laygan ammani eshitma bu. Ya urushga qarab baqa. Hey, qarab baqa. Sen qara. Ya muzika davamisi chiqib suluq. Ya men yeri tursa, yu kashda o'yin bor tursa, qanday qilma deyman bu o'yinni qanday qilma? Ha? Ya aka, bir jiddiy sig'ib boshqa bir muzikantdan tip mana bir almashtiradigan imkoniyat bo'lam. Nimani almashtirdi? Ha? Nimani bildi? Bulam deydimi o adam? So'raldim. Ya muzikaga kel deb chiqib sahnaga chiqib qo'yilgan narsa emas u. U yakasi vaqt ulgurandi, u yakasi ulgurandi. Ha? Unisi mashq qilib, unga chiqib aytgan narsa u. Dada. Sonda qarab turdi bu. Dada. Voy, hey, sodg'a ketay jinim qo'zam, oppoq bolam. Voy, men sening dadang. Voy, nimanda qilsa nima bo'ldi? Men ular tun qoldim, ular dongli naqshchilar. Naqshchi? Voy. Naqshchi kensizlarda. Ha? Yarım çıktı kül beşiğe, çoğunçilekni götürüp. Yarım çıktı kül beşiğe, çoğunçilekni götürüp. Sol sıkça karaydı, yürügümni köydürüp. Sol sıkça karaydı, yürügümni köydürüp. Yar karısa nazlanıp, yüreklerim göp soğudu yey. Yar demişqa söymeydim, kadirimizni bilmeydim. İgi sakka çıkkanda, vay canım zorgan, duyduğum zorgan. Kulumuzdi men taday, dikkan zorgan. Kulumuzdi men taday, dikkan zorgan. Bağıyan nisiz. Hey. Vay adaş. Ha, men bir to'yda. Menda ansirmanglar ishqisi yo'q. Ishonmamsa, hozir san tatib avat beray. Dikkan zorgan. Aşkın vay ağlar, vay koşnular, yoklandılar. Yırakta kalgan av vay yarlar. Oy. To'y tugdimi? Ichim siqilib ketdi. Siz bu yerga kelsangiz, tenzchini kim chaldi? Men dadam chaldigan burunqi udarlarga tanishib qo'ydim. Subat uningga agishib aytaverdi. Dadangiz burun to'ylar naqsh etamdi. Shundoq. Biz kichik vaqtimizda dadam bilan agishib to'ylarga berib naqsh etatdik. Nurg'un shaharlarga bordik.
Ems apanızçı yalğız qilib xapalamdi. Mening opam bilan paranglashgan vaqtim bekmi az. Opamning qanday ishlarni xafa qilganligini men tez bilib ketmayman. 6 yosh vaqtimda opam o'lib ketdi. Opamning chiroyi g'uvo esimda. Subatning texim shundoq. O opamning rasmiga qarab, o'sha mening opamkanda deb yurdi. Opam tugab ketgandan keyin men o'tib bekinib yurdim. Necha kunlab yig'lig'inim esimda. Bir kun dadam sen cho'ng olding dedi. Shundan boshlab men haqiqiy cho'ng'onligimni his qildim. Lekin Subat hozirgacha shu kichik boldek. Men his qildim. U taq balaliqning ichidan chiqib ketlabdi. Qarang, o to'y bo'lgan qiz yigitlardan bekrak qo'shar. Bu yanımdan ben ölsem, bu yanımdan ben ölsem, bu yanımdan ben ölsem, bu yanımdan ben ölsem, piyalemde çay bulup ellerini güydürsem, piyalemde çay bulup ellerini güydürsem. Peynekçi emezmin, peynekçi emez, tatlıcı emezmin, satıcı emez. Qanda qilman yarım desem, mana meylimiz bo'lsa yigit, aynakchi bo'lum deydi. Uyimga kirib, sandiqni ochib, mo'chani qo'yib, mo'chani elib, og'moq to'qib, qozaga berib, do'konga kirib, uningga qalab, buningga qalab, nechyanza elekdan birini tanlab, sunib ketmasin deb yaxshi avaylab, to'pqinni sundab, qo'ynimga sulab, yarım qishiga kelsam jinim, kelinma shuqum deydi. Bir qarab qo'yam yarim desam, mana meylimiz bo'lsa yigit, osmon qina deydi. Ama sizchu? Nima shundala? Murat, siz qalbingizni tinglashni sinab baqqanmi? Ben deməkçi, əgər mən siz bolğan bolsam, özümdən balılıq hissiyatıdan unda boldur vaz keçməkdim. Çünki biz birlik etim yaşayımız. Hayat bizga birlik etim keladi. Özümüzün nəfsinin qaçan toxtab qilishini uqmaymiz. Başqalar uqmaydı. Şoň mən deməkçi, özünüz bulub yaşa. Toy qızdan toy köyünki pək çırayliq ekan. Mənim toy köyünə şunda çırayliq qo. Unda emas, Dilona alamasda çırayliq. Nimişqa? Çünki Dilona hər bir toy qız üçün kiyimni məxsus laylaydı. Məmi kiygan bolsam. 15 günlük alemde, 15 günlük alemde, senin dediğini tatayım o, senin dediğini tatayım o. Bu yanımdan ben ölsem, bu yanımdan ben ölsem, bu yanımdan ben ölsem, bu yanımdan ben ölsem, piyalemde çay koyup devlerini güydürsem, piyalemde çay bulup devlerini güydürsem. Abay nə gələn toq? Xuddi bir şairning bir ağız gepidek. Ma'lum bir kecha men bütün əslimimni köydürüb etdim. Şundala arzuyum roşanlaşdı. Ma'lum bir səhər men bütkül ötmüşümni taşlab etdim. Şundala qədəmlərim yenikləşdi. Bu şeirni sizin bildikansiz-da? Men bu şeirni bildiganlar bek az deb o'ylaydim. Nemish qilyapsiz bu yerda?
Hech nima qilmadik. Biz imzo qo'ydik bag'a shu. Akila qo'lingnikini. Hech nima yo'q. Akila. Subat. Hey Dilay. Hey Dilay. Nima qil? Ya sen Abdulning qo'lyog'iga imzo qo'ydingmi? Yo'q. Bu yer bir ish oldimi nima? Ha? Bu normal ahvolga. Ya qanday cho'lpon sen? Qo'ling nima? Nima qo'ysa? Qo'ling tushirib at. Hey, nima ish qilyapsan? Ya sen kim o? Ha, nima ish qilyapsan? Voy, soqchidarsizmi? Ya manga. Ya, anda qilay gapingni. Bak, mujita otatdingizmi? İrik bo'lsa, kang bo'lsa, suda boshisa, toshmaysa, so'ylab bo'lsa, shundoq bo'lsa, hammalar kulsa. Ellar yo'q, jonim yo'q men, mashrab yo'q yerda, olim yo'q. Allah bugun to'yda qaytib ketdim ha. Qizni dafkam. Rahmat. Allohga ko'p rahmat sizlarga. Sizlar bu muğamı qanday qiladi deyman-da. Sizlar bilan safar qiziq bo'ldik-a? O'rasiz. Sizmi? Bak chaqqonlik qilibsiz-da. Saqchiga ma'lum qilmagan bo'lsangiz, ko'rdi g'ashib ketdik. Ras. Hey. Bo'ldi aka. To'yda naqshini o'qib bo'ldik, vazifamizni ado qildik. Endi biz mangayli. Uy. Nima aslan? Bizning bak muhim ishimiz bor, safarga chiqmasak bo'lmaydi. Ma gap bo'lmaydi jumbo ukam. Bu yerim kechog'anda safar chiqamsizlar? Bek muhim ishimiz var. Mangmasak olmaydi. Ya, ukam undaq emas. Mana gap. Bugun to'y bek bechatib ketdi ya. Men bek rozi jinim ukam. Unda bo'lgan kim bor, bugun safar chiqman demay, bizni uyda qo'nib qolib, atayni chiqmasizlar. Maquldan. Ko'nglingiz bizga tegil bo'ldi ya. Ya, ko'ngil degan gap ketmay jinim ukam. Bugun qo'nmasanglar men rajiba gap. Men bir 100 bering jinim ukam. Undaq qilmanglar. Bugun qo'nib qiling ha. Meningcha qo'nib qolsak yaxshiroq. Yigit o'g'ildek barak qildi. Hiç uxlamabsizku. Bu güzel gecede fakat uykum gelmedi. Sizce çıkmapsızgı? Meningmiş o. Merhaba Çolpan. Merhaba güzel kız. Yıldız Karan. Ne en yorup durgan. Yak bu. He, köydüm. O degen Çolpan yıldızı. Kişiler deydiken Çolpan yıldızı ma'lum vaqtda bir qaytam paydo bo'lib chaqnab turdi deb. Siz nima ish qildi? Chunki u pat chaqnab turishni yaxshi ko'rdigandi. Xuddi sizdekmi? Çolpan yıldız paydo bo'lganda butun kecha yorib ketdi. Xuddi siz meni osmonimni yoritib o'tgandekmi? Ba'zilarning qushqash dillari chikatdi-ku. Hay. Siz qizlarning mushta gaplarni qilib keltiramsiz? Yo'q. Siz bayam dedingiz-ku, Çolpan yıldız faqat bir tal deb. Ama sizning kechingizni Çolpan yıldızlar chiqqanda. Osmonimda yulduzlar bek ko'p. Ammo Çolpan yıldızımı endi uçurganda qilma. Sal soğukka. Yo'q, men bunda demoqchi emasdim. Yo'q, men nasıl bilmay qoldim. Rahmat. Arzmaydi. Rahmat aka amca, biz qaytdik.
Hoş inme. İnim. Gel. Hoş inme, hoş. Hoş. Maqaranlab tururum. Yo'lmangan chaqda diqqat qilinglar jumo. Hamma odam menga o'xshash. Kan qo'saq emas. Xotirjam bo'ling aka. Endi mashinani uzamay deyman. Voy, yaxshimi? Nima ish bo'ldi? Nima? Qaysi xabar? Masal tub telefon qilay, ya. Aka, sal chat to'xtab bagina. Nima ish bo'ldi? Mashin to'xta, masal tub deb biray. Bu shunda ig'irmi? Beri mening to'yda naqsha o'qigan ko'rinishimni taqib o'tibdi. O ko'rinishlar to'rda xeyli qiziq nuqta bo'lganmish. Mening og'rib qoldi degan bahonamni yolg'onchilik o'zgaribdi. Cho'ng ish yo'q. Bu ishlarni kishilar necha kun unutib ketadi. Bu ishlar o'tib ketgan bilan, lekin e'lon shirkati bo'ldi qilmaydi. Chunki bu qatimliq kechilikni e'lon shirkati o'ylashtirgan. Agar aytman sahnaga chiqmasam, nurg'un to'lam to'laydiganlik gap. İllallah mı tügüşüdü? Bo'ldi. Ben bir sürüştük bakay ya. Bu resimlerini zat kim takip etken daha? Ben mi bilmedim. Bu resimde qanday tarqalib ketgandi o? Acaba Nima? Hech nima. Bu ish asta ig'irmika? Shundadek o'xshaydi. Men berib bir surishtirib boqay. Ha, tushundim. Ma'qul, bo'ldi. Qanday bo'ldi? Men atidagi naqshchilikka qatnashmasam, ular meni arz qildik. Bu ish qamlashmabdi. Biz qaytayli. Sen berib o'yinga qatnash. Bo'ldi. Hamma ish yana burunqideklar. Hamma ish burunqideklar? Ham qilmafkam. Qishingda manba. Sen yuqori suratli tosh yo'lda meni tanlamagandilar. Meni oldiga, shundaqmi? Burun dadam shundaq mengishni yaxshi ko'ratdi. Shunga sen shundaq mengishni tanlading. Shu ishlarni esingda bor ekan-a? Shu vaqtlarda dadamning mashinasining oldida o'tirishni bekli talishib ketdik. Lekin dadam bizni doim keyinda o'tag'izib qo'yatdi. Shuning bilan ikkimiz o'ng va solda o'tirishni talashatdik. Ben şu vaqtlarni bek sig'indim aka. Men mishofkam. Tunugun degan gaplarni qolganman. Sen unutib ketding. Gapim manga aka. Apam tugab ketgandan keyin sen oilamizni jam qilish uchun bek tirishding. Dadam bilan yaqin o'tding. Lekin hech qachon o'zingni o'ylab boqmading. Ikkimizning mijoz xarakteri o'xshash bo'lmagan bilan, lekin mening qilganlarimning hammasi seni xushal qilish uchun aka. Endi nima ish qilamiz? Qaytamdoq.
Billa naqsh o'qib, birlikda pianino chalamiz. Yana ishlarning hammasi burunga o'xshashlar. Lekin men bu qatimliq chataqni xeyli pul xajlab o'ngshaydigan o'xshayman. Seniq. Men plastinkamni setib, bu ishlarni tangal qilaylik. Sening plastinkangning pulisi mashinaning may puliga yetami? Men dedim. To'xta. Sizlar mashinadan keyinda turib, tez mont silanglar. Endi mashina maydi.您好，你好，请出示您的证件。警官，我怎么了？给您告知一下，您在刚才前方的行驶路段时超速行驶。啊，不会吧？我刚刚都没超80啊。前方的路段限速为60，您的车速为77。根据道交法规定，我们将对您处以记3分、罚款200元的处罚。啊。对不起，警官，我不知道这个路段是这样的，实在不好意思，我下次一定注意。好吧，那这次我们以批评教育为主，出门行车时注意及时观察道路标志标线，安全行车，好吧？希望您谨记啊！哎，太好了，谢谢。您的证件，再见。拜拜。Bu yerda bir plastik turdi. Qo'yib boqaylik. Ara baldırım. Maşının defterini izlegemektenla. Ben bu ketim vesiyet kaldırmadım. Ben başka bir mesele bilen bu lintini avaz kaldırdım. Subat sen bilirsen. Ben üzerimden oylağalarını udunla diyemedim. Aynı vakti sen gelemini köydürüp koyduğun için ben seni kurdum. Sen hayli uzakça yığıldın. Könglimde abam hayat boğan bolsa, beni urmaydı diye de buyurdum. Belki sen bu işlerini unutup ketkensin. Lekin ben urğanlığını unutup kalmadım. Şundan başlayıp sen beni köyge vaktinde abanla esneydiğin buldun. Beni geçirip etken balam. Murat, sen mi bilirsen balam? Aban gözümden keyin sen mi asla çoğun buldun? İnanla köyünüp yaxşı baktım. Ben şu vaktin keyin turmuşunun barlık eğri yükünü senin zimmenge atıp koydum balam. Lekin sen bir bala küçük dursan benim kıgınım hakikaten doğru olmadı. Beni geçirip etken oğlum. Boy degендek ben özümün hissiyatımını, könglimni teşvik ifadelep beremeymen. Biroq sizlarni bilsizlar baldırım. Men sizlarni pek yaxshi ko'raman. Sabringlar o'ngishli bo'lsin. Qar. To'xtadik-ku. Maymo az qapti. Bunda maqsad manzilimiz yetolmasligimiz mumkin. Bundan ustiga sizni opirib qo'ydigan ish bor. Hey, bo'lmasa siz bizlar bilan to'yga boramiz ya. Rasma? Men borsam bo'lamda. Agar siz bilan saqlab turmaganmisiz borsangiz bo'ldi. O demakchi, uyingizdagilar va yoki yigitingiz degandek. Yaqay, men eskim saqlamidi. Uning ustak chiroyli qizchaq o'zi yolg'iz safarga chiqsimi? Yaxshi emas-da. Tamoq yemdoq. Qusaqbek asti. Ma'qul.
tamak tayyor bo'ldi. Üstel silpaka mı? Silpaka deyip turdu. Sen neymiş kuvvetsizler? Ben Baldur'a kayıtıp aramalayım mı? Tek oyunculuk pek geç kirip ketmedi bu. Ya şirketliklerle görüşüdüğün işin var mı? Beyler. Nasıl? Emsi, ben kayıtayım. Tamam. Hayır. Demisim sal charchab qoldi. Bu qitimliq safar hammamizni bek charchitib o'tdi. Ras. Siz-chu? Men charchadim. Aramalamsiz? Men aramalak. Yo'q. Biz ayılıp gelemdik. Ma'qul? Jur'amsa. Ben qasd qildim. Dildim qasd qildim. Siz inangizni ras yaxshi ko'rgansiz-a? Qanday deysiz? Chunki iliq kun kechda ukungiz uchun tayoq yeyishdan yonmadingiz. Rostini desam, u kun nima uchun unchalik qilganligimni o'zim bilmayman. Rasma? Ras. Ne oldu? Sizga bir gapimni aytgan. Qulqum sizda. Siz kichik vaqtimdagi orzuyimning nimaligini bilamsiz? Bilma. Ha? Chaqchaqib qo'ydim. Mening kichik vaqtimdagi orzuyim astronom bo'lish. Yulduz kuzatkichi? Zonliq qilyapmisiz? Yo'q. Mening kichik vaqtimda nurg'a orzularim bo'ldi. Men tan harakatni bek yaxshi ko'raman. Sonrasında benim küçük vaqtimda futbolchi bo'lish orzum bor. Lekin arzu degan yangi arzuda. 10 numurliq hujumchi Murat o'rtaq top kirgizdi. Meni zangli qilyapsiz a? Ha. Yulduz kuzatkichi astronom. Qarang, astronom deya yulduzlarni kuzatmaydi. Chunki osmonda yulduzdan boshqa yana ko'p narsalar bor. Masalan, qora o'nkir deymiz, samoyuli degandek. Yani çolpa yulduz mu bor?
Çolpan yıldızı bugün çıkmaptı. Elbette çıkmaydı da. Siz neymiş kılı? Çünkü o benim yanımda tutsa. Hey, mübarek olsun. Nimaga? Sizlarga baxt tilayman. Dadam bo'lmagan bilan, men bojimi? Charchaqma, ha? Murodingga yetkazma deyman. Tuyuqsiz mendan cho'ngib ketib borsa, ha? Men yeza to'y qatnashqini borman. Sen-chi, boramsan? Avval dadamning vasiyatini o'rindaydi. Qanday? Obdan. Adem var mı? Adem var mı? Yaxshimisiz? Bu oyda to'y bo'ldi degan tug'a. To'y? Yo'q, qora to'y yo'q, xatoga qapsizlar. Bu aqida erkin uy emasmi? Shu men aqidani absolutman. Ha, mushu yerda to'y bo'ldi deb bu uyning adresi bergan. Biz shu bo'yicha kelgan toq. Yo'q, bolalarim bu qorada to'y yo'q. Xatoga qapsizlar. Biz Erkin ablatning o'g'illari. Biz bu uyga dadamning vasiyati bo'yicha keldik. Bu uyga to'yga kelish dadamning oxirgi vasiyati edi. Erkin ablat? Sizlar Erkin ablatning o'g'illarimi? Ha, biz o'g'illari. Dadam yaqinda ko'z yumdi. Biz dadamning vasiyati bo'yicha bu uyga to'yga qatnashib, muzika chelib, naqsh o'qib bergilik ekan. Bu xatni dadam sizga berib qo'yishimizni aytgan. Erkin bilen 15 yılın aldı tanıştım. O vaxtlarda o bir yere gelip toy melikilerden akşayı tattı. Aynı yıllar işkimiz bilen akşayı tattı. Lakin o geldi. Biz uçuruşup geldik. Şundan keyin işkimiz kaydı. Uçuruşup bak. Demekçi ben dadamlarını qayta izdigim yo'q. Erkinning bolalari shundaqmi? Shundaq. Biz dadamning taklifi bilan qizingizning to'yini qizitqini kelgan. Biroq men dadamlarni to'yish uchun izdimagan. Nima? Men hatto o'zimning naqshkichiligidan voz kechib, atayam bu ish uchun bu yerga kelgan tursam. Erkinchimizning qizi aqida uchun izdigan. Nima? Qizimiz? To'xtang. Kimning qizi? Erkinchimizning qizi aqida. Mening xetimni qo'liga topshirib olgan qadar o'zining bundoq bir qizining borligini bilmaydi. Biroq men ma'molsiz dadamlarni izlamay bo'lmaydi. Biroq to'xtur. Deganlaringizning hammasi rostmi? Siz bizga sizlarningki ona boshqa yana bir singlimlar bor demoqchimi? Bu zaten bo'lib ketgan. Bu dadamning nima qilgani, ha? Aka, bo'ldi. Men qaytib kechiligimni shuni bitaraq qilay, ha? Dadammo bek bizni o'zining bir qiz boqish uchun chaqamidi. Balkim bunun alayda bir sebep bo'lishi mumkin. Undan so'ng bu ayolni deydi-ku, amalsiz qoldim de. Hey, buningda nima sabab bo'lmoqchi-da, ha?
Bu xotin ikkimizning salohiyatini bilgachga dadamni maqsadga izlagan gap. Uningga lozimi pul shu. Uqdingmi? Odamni mushundaq ahmoq qilgan bor. O'zingni besi bor. Men qanday bes olaman? Sen de baqa men qanday bes olaman? Voy, men nereden bilaman o'zingni qanday bes olganligingni ya? O'zingni tutib ol. Ben bugün ayıplan biltir aldım. Hazır mamuşsam keçiligimde ulgüremeyim. Rastlamağımsa? Yaş bu yerken xeyli işlerini kördük okşaymızdık. Neymiş lan deyse? Bu abcak maşının açıkçı sen de kapkasın. Atalmış sınırını kögül barası. Dadam bizge bir yer kelgandeki videoluk vasiyetimni ko'rib tingla degan. Sening uchun o nemi de? O 15 yıl avval men ko'ngilning keyniga kirib bir muncha xatoliklarni sodir qilgandim. Sizlarning bir singlinglar bor. Uni yaxshi qaranglar dema. Ha? O bu ömürde bir meseleге to'g'ri qaragan emas. Doim qochidi. Videoda vasiyat qoldirish intayin oson. O nimishki bizga baldır demaydi, ha? Nimishki baldıroq bizga tushundirmaydi. Bo'ldi. Xo'sh. Tamam. Sende mesuliyet degan narsa bormi yo'qmi? Sen qachongacha mesuliyetni qichib yursan? Sen qichib bakmaganmi? Ha? Sen mesuliyetdan qochmaganing bilan, ammo lekin yushunilishga intayin ustunman. Sen xuddi yer ostidagi chashqonga o'xshaysan. Har kuni o'zingning qorong'u dunyosida turib, menga nafratlansan. Sen nimalarni da'vatsan? Xatoma, ha? Sen ko'zimga qarab turib, menga yordam qilib baqqanmi? Ha? Lekin sen undaq deb bakmading. Sen doim mening ko'zimga ig'ir bir yukni zimmamga ortib olgan odamdek ko'rinasan. Sen mening zimmamdek ig'ir yukli bo'lib qolmay, sen bir ahmoq, sen bir nodon, sen bir shaxsiyatchi. Mening sen bunchilik qilishimning o'zi faqat va faqat opam uchun. O seninle apam, shundaqmi? Ha? Faqat apam uchun seninglam hasrat chekish huquqing, shundaqmi? Necha kun yaxshi o'tib qo'ysak, endi bir yilda mening yaxshi akamga aylanib qoldingmi? Ket! Ko'zimdan yo'qol. Ko'zim ko'rgichi bo'lma. Meningmi? Seni ko'ra ko'zim yo'q. Buningdan keyin shu aldamchi oshiqing bilan baxtli bo'lishingni umid qilaman. Nima? Uning cho'lpon bo'g'isi bo'lsa, kelib menga desin. Ha? Odamning suratini unda o'g'irlikchi tatib taqatmay. Nimalarni da'vatsan? Rayhonni da'vatma. To'ydagi ko'rinishlarni uning do'stlari taqibdi. Rayhon o'tib bermasa, ular surat nereden topadi? Ha? Men tehi senimi yaxshi ko'radigan odam borkan deb o'ylabdim. Afsus, xatolashibdim. Nima dedim? Nima? Umoqchimisan? Meni urib, zimmangdagi yukni ig'irlashtiryapman. Siz nimalarni qichiryapsiz? Bunun degan rasmi? Sizga qilgan boshqa ish yo'qmi? Sizning osturnim bo'lishingizmi yo'qmi? Murat. Og'zingizni yuming. Men sizga ishongandim-ku. Ishonchimni yerda qo'ydingiz. Siz
Sizin degan hikoyalaringizdan ham siyoqanma. Siz qanchalik odamning cho'lpa yultisi dang ha? Murat ma ishining. U naslanmay yo'limgan. Men qasam qilayman ishining. Yolg'onchining qasami. Murat bu qullar qanchalik yigitlarning qo'lini tutgan. Siz yigitlarga mushunday yiqilishamsiz? Yigitlarni indak keltirish siz degan ko'ngilli kasb shumi? Sekne çıkılan 20 minut kaldı. Ben bilmem. Sizler bana acıyonlamadısınlar. Sizlerde hatalık yok. Ben sizlerine toy murasını verin dedim. Belki bağandın ki sizler sınırlarının varlığını bildinler. Ameliyette bu 15-16 yılının aldıdaki işler. Apalar ölüp gidip bol turmuşka yüzünüzge çalışıp baktım. Allah'ta yakıcıtlarda hizmet kılışkı doğru kep kaldı. Bu çağda sizler küçüktanlar. Ben o yerdeki hizmetke. Sizlerin tuqqanlarımga taşlap koyup şu yerge barganıdım. Ben o yerde akidenin apsı bilen tanışıp kaldım. Biz toy kıldık. Ve Ürümçi gibi kayıtıp gelişini etsem o koşulmadı. Biz acılaştık. Acırışkı mecbur olduk. 15 yıldan keyin o beni istedi. Eğer ben onun en ahırki ümidi olmagan olsam, onu beni herkes istemeydi. Çünkü bizden kızımız sizlerinin sınırla akide ağırıp kaptı. Küçükken kız ustahan rakıya giriptar olup kaptı. Sekne çıkılan 30 gün kaldı. Doktor bebas tutkandaşlığa bağlı tukkallarının jiligi unas gelse kızımızını kutkazılı bulduğunu aydık. Belki sizler dadam bu işlerin neymiş ki muş usul bilen bizge vasiyet kaldırılgan doğu dep oylagan sizler. Belki dadam neymiş ki bu işlerin 100 mil oldu bizge demeydi o dep oylagan sizler. Közü cumuluş aldıdaki dadanın ahırkı ümidini yerde koymaydı o dep bu vasiyetini kaldırdım. Başkasını bilmesenler mi buludu? Meyli vasiyetimni orundanlar yoki orundamanlar. Şunu sevmenler asalamen ki sizler mening dünyadaki en zor bayliqim. Uraq tuqqan mehridan ortiq mehri muhabbet yok. Her hoş balalarım. Aka, qanday qilay deysiz? Vay. Ko'rashganda deb beray.
Sen o görünüşün derhal yüvet. Sen bu işten akıbetine iyi bop bulanmaysa. Sen bu işten qanchalik cho'ng avırçılık qilib kelganini bilamsa. Şu az gap qilib yüvet degandan chapqan yüvet. Dostum bo'lsang yüvet. Bo'lmasa biz sotda ko'rishaylik.谢谢王师傅，又麻烦你了。不客气，有事您打电话。谢谢谢谢。好。Kızım, doktorcu kesilon saqayıp ketgandiki ximiyalik tomog'ish qilmaymiz dedi. Shu yoqda chashirig'ingizni chiroyli o'rib ay qilibdiman sizni. Abba, bek charchab ketdim, uyqum kelyapti. Uyqungiz kelyaptimi? Asta kel. Yanım dep geldiniz. Hadi. Dadam bilan aranglarda bo'lganishdan hammasidan xabar topdim. Tuni gapingizdan keyin anglamaylik chiqib kelganimizni apo qilib. Juring, uyga kiraylik. Uyga kirib birg'anchaylik. Bo'ldi. Men kiyimlarimni bir almashtirib olay. Kızım, Akide. Akide, kızım. Abba. Hadi, so'ng ihrakini saqaytqani bo'ladi.
Menimcha biz bakmi ansirab ketmayli. Umidvor bo'laylik.医生，结果是不出来。如果要进行全面的调查核实，需要1个多月的时间。不过，我们可以从你身上采样，等打印结果出来看看，因为你们是亲戚，需要几天时间吧。这么短的时间，我们就不用把病人留在医院了。如果你们愿意的话，就回去吧。Qandarak singlim yaxshi qoldingizmi? Men bu yaqin atrofdagi mehmonxonaga o'rlashay. Har qanday bir ish bo'lsa, menga telefon qilinglar. Yo'q, balam. Bo'ldi, mehmonxonaga berishning hojati yo'qmish, uyda qo'nib qiling. Dada, mening yana mehmonxonaga o'rlashqinim yaxshiroq. Rahmat balam. Shu uyda qo'nib qiling. Men sizga o'rin raslay.宋医生，我的合适吗？你们先听我说，不能说，只要是所有的亲属关系，基本上都能完全吻合。但是，我们不能放弃希望，继续寻找。可能在内地可以找到，但是这需要很长的时间。Ko'nglingizni yerim qilmang. Bu qitim mos kelmasa, kelar qitim qilsa, cho'qim mos keldi. Umidvor bo'laylik. 宋医生，检查结果出来了。我们找到皮皮的骨髓了。医生，你说什么？根据初步显示结果，基本完全吻合。是真的吗？真的。Canım kızım, men degan-ku, siz cho'qim yaxshi bo'lib ketasiz deb. U kimdi? 专先知是谁啊？是一个志愿者。Suba? Bilaman. Shu kun men pek shaxsiyatchilik qildim. Balkim biz singlimizning eng oxirgi umid yulduzi bo'lib qolgan o'xshaymiz. Ailemizde qayta jam bo'lishini sababkor o'xshaydi. Aka.
Bu sizin aklınız. Kallam durup toxtab qoldi. Tez eslab ketganlar. Hikmet bolları. Aka yaxshimi? Yaxshimisiz singlim, yaxshi turdingizmi? Bugun akşam kelamsiz. Apam jiq qo'rimlarni qo'rib, jiq taomlarni aytyotdi. Bugun kelmasangiz biz tomoqni yapolmaymiz-chimi? Ha, bo'ldi. Ismat akangizni deb qo'ying, ha, u doim bir yerga kechib qoladi. Ha, bo'ldi, ma'qul, hozir tel so'ray. Budoqdan o'yin qo'yg'ingizni a'mol o'tiray bo'lamdi. Ha, bo'ldi, ma'qul, xo'sh. Qanday ahvolingiz? Yaxshi, o'zingizchi. Bu qiz yana avarchilik uchurga o'xshamamdi. Mashinangiz remontxonada xeyli uzun turibdi-da. Bu qiz yana o'z bilmaydigan yerlarga sayohat chiqqanki, so'rab baqa. Uningga deb qo'ying. Bu qiz bundan keyin o'z bilmaydigan yerga sayohatga chiqmaydi. Bu ishlarning hech qaysi men bilan Allohsizki, eng yaxshi bu ishlarni o'zinglar bitirib qo'ydi. Meningmi johil odamlar uchun o'zimning vaqtini isrof qilgim yo'q. Cho'lpon yulduzimni nati chaqlamoqchidim. Cho'lpon yulduzimni yiningizni chaqlaydi. Rasman? Bak. İkkanlarning ko'zidan o't chaqnab ketdi-ku. Jirolar, men sizlarga esil bir narsa. Voy, nagma unda? Bag'ingiz. Ne yapmandınız abi? Mana, kaldı. Ben ayrıklan biletini qaytırıp ettim. Akidanın kışığa, muş maşında varız. Oy, yana muş maşın bilen baramdı? Bulmam da? Ha? Buldu şu, buldu hem de. Bunlara qarab baqansa, endi bir yangi vasiyatlar chiqib qolmaganda? Mashinani remont qilganlar, mashinani keyinda qulib so'ragan kishi sandiqda bir deb qoldi. Nima? Hey aka, bu seni aldash nimandan oson deyma. Bo'ldi qilalar. Juringlar. Safarga chiqaylik. Seferlerimi salıp hayatlamam her kalbimde izledim hikmetler ayar Hayaksına kadar çıklaydı kimler